Sirojdan aka, tiladagi 800 punktlik baya harakatni qanaqa qilib ishladingiz? Xo'p, analiz, tasdiq va kattalarning savdosi. Bu harakatlanmasligiga hozir grafik ko'rinishda hammasini tushuntirib beraman kattalar. Xo'p, kattalar grafikni ochib olar ekanmiz, birinchi trendning harakatiga e'tibor beramiz. Ya'ni bizdagi D1 harakat o'suvchi ko'rinishda edi va minimumlar yangilangach, bizda ehtimol yuqorilashadi trendni selga o'zgarish. Xo'p, trend qachonki selga o'zgarar ekan, eng yaqin kuch nuqtalariga narx borishga, ya'ni retest qilishga harakat qiladi va retestdan keyin bizda davom ettiruvchi, ya'ni продолжение bo'lib ketish ehtimoli bor edi. Xo'p, bizda eng yaqin kuch bu maksimum hisoblanadi va maksimumga narx yetib olgach, bu yerda konsentratsiya, ya'ni flat hosil bo'lib qoldi. Biz flatda turib qolganimizni inobatga oladigan bo'lsak, analiz bo'yicha H1 time frame'dagi svechi tana yorib qo'yganini hisobiga ob'yom yorib o'tgan tomonga asosiy trend harakatlanadi. Narxni demak biz impuls bilan yorib o'tib ko'ryapmiz va impuls bilan yorib o'tgandan keyin trend razvorot shakli ko'rinishini hosil qilish uchun, demak uzoq muddat yuqoriga o'sish informatsiyasi bizda borligi uchun biz har bir откатdan bayga kirishga harakat qildik kattalar. Va ko'rishimiz mumkinki, birorta откат, ya'ni o'ziga yaqin minimumni yorib o'ta olmagan. Ya'ni trend asosan bayda turdi. Eng oxirgi maksimumga narx demak yaqinlashgach, ko'rishimiz mumkinki, narx yana impuls bilan yuqoriga yorib o'tgani. Demak, biz ochiq pozitsiyalarimizni selga signal bo'lmaguncha hali hamon ushab kelyapmiz. Shu sababli trendga qarshi savdo qilib qo'ymaymiz, kattalar. Tillada volatilность juda ham kuchli. Qachonki selga model bergandagina savdo qilishinglarni maslahat beraman, yokida kattalarning kanaliga o'tib qo'yinglar. Signal bo'lsa, sizlarga ham ulashib qo'yamiz kattalar. Charchamanglar.